Urug' sifati haqida gapirmoqchiman. Ko'p patsientlardan beradigan savol, urug' o'ta sifatsiz bo'lsa, homilador bo'lmaymanmi? Bugun qabulimga er-xotin keldi. Ayollar 30 yoshda, turmush o'rtoqlari 35 yoshda. Er-xotin tekshiruvini o'tkazganimda erlarning urug' sifati juda ham past, 1% chiqdi. Ayollarning tuxumdonlari juda ham kamaygan, chunki o'sha 30 yoshda 5 yildan beri bolasi yo'q, har kuni stress holatda bo'lgandan keyin u tabiiy holat. Analiz tekshiruvlarini ko'rib chiqayotganimizda ayollari yig'lab, "Bunozir Ravshanna, erim urug'ining sifati juda ham past ekan, men endi hech qachon homilador bo'lmayman, o'shancha 5 yil vaqtimiz o'tibdi" deb yig'ladi. Bunaqa holatlar menda juda ham ko'p bo'ladi. Agar sizda shunaqa savollar tug'ilayotgan bo'lsa yoki doktoringiz oldiga borganingizda haqiqatan ham urug' sifati o'ta past bo'lsa, shunaqa savollar tug'ilsa, meni javobim urug' sifati o'ta past bo'lsa, homilador bo'lasiz, bo'lmaysiz emas. Lekin urug' sifati past bo'lsa, har doim ayollarning tuxum hujayralari, follikulalari ko'p bo'lishi kerak. Ana shu sifatini o'rnini bosish uchun, urchish uchun. Shuning uchun bunaqa holatlarda ko'p patsientlarimga ekoni reklama qilayotganim yo'q. Ekoni tavsiya qilaman. Nimaga? Chunki 5 yildan beri eringizni urug'ining sifati yaxshilanmadimi? Sizda follikular kamayishni boshlayaptimi? Demak, tezroq eko qilish kerak. Chunki urug' sifati past bo'lganda ayolidan ko'proq tuxum hujayra olishga harakat qiladi, чтобы sizlarda sifatli, yaxshi, ko'proq embrion bo'lishi uchun.